Bu yoqda bizani bedalarimiz bo'yicha ozgina tanishtirib o'tib ketaylik dedik. Bu yerda mana Jiya bedalarimiz, Emiliano bedalarimiz, Amerika bedalarimiz, Kaliforniya bedalarimiz, mana yangi yana kirib kelayotgan bedalarimizdan Tarex kompaniyasi, taniqli Tarex kompaniyasi bedalari va Polshani bedalari kirib kelish tariqasida turibdi bu ikkalasi. Bedalarimiz bo'yicha qisqacha ma'lumot. Bizda 3 xil beda mavjud. Bedalarimizni hamma yaxshi bilasizlar. Mana bedalarimiz mana azotofiksiruющий удобрениялар bilan oziqalantirilgan. Bu yerda azotofiksiruющий bakteriyalar mavjud. Bunda ham, Emilianoda ham shu narsalarimiz mavjud. Mana bitta o'zini ko'rsanglar, mana ildiz sistemani mana azotofiksiatsiya qiladigan bakteriyalar ildizga yopishadi va tashqaridan havodan keladigan 62% azot, 64% havomizda azot bor. O'sha azotni o'ziga tortib turib, ildizda yerni ham oziqalantiradigan darajada azotga yerni boyitadigan darajada bo'ladigan oziqalar bilan oziqalantirilgan. Endi bu bedalarimiz yiliga bir yilda 6 martadan 7 martagacha o'riladi. Biza hozir yangi yo'nalishda yana bu bedalarimiz, Tarex bedalarimiz va Kaliforniya bedalarimizni yangi yo'nalishda hozir bir ikkita ishlovlarni qildirganmiz. Inshaalloh bularimiz hosildorlik bo'yicha yana ham mukammalroq darajada hosil berishadi. Bargi shiriklistlik, katta barg va oziqa birligi qolgan bedalarga qaraganda 2-3 baravarga yuqori. Bedalarimizga kelinglar, xarid qilinglar. Bedalarimiz mana turdagisi bor. Yana hozir biza 2 xil beda yana qo'shiladigan bo'lsa, bizada 6 xil navdagi beda bo'ladi. Kelib bedalarimiz xarid qilsanglar bo'lardi. Bizada ofisimiz Yujniy vokzaldan. Kelinglar, xarid qilinglar. Sizlarga sifatli urug'lar yetkazib berishda biz xizmatdamiz. Rahmat, bizlarga charchamanglar. Rahmat.